Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. YouTube kanalimizdagi turmush bilimlari sahifasiga xush keldinglar. Biz bugun yana bir yangi video bilan keldik. Bugungi videomiz intervyu matnida, ya'ni ko'chmanlar idorasi bilan bo'lgan suhbat. Ya'ni mush to'g'risida ancha-muncha qarindoshlar bilan har xil taklif fikrlar bilan suhbatlashib qolamiz. Və yoki özümüzdənki xizmət təcrübələrimizə əsasən bu cəhətdə bəzi bir his qılğan nöqtələrimizni sizlərə azraq bolsun bir yardım bola deb oylab, yəni muşu söhbətə qandaq tayyorluq qilish, muş söhbət qandaq şəkildə boludu, təxi bu söhbətə qatnışıb baxmağanlar üçün azraq bolsun yardım bola degan məqsəddə bu filmni tayyorlab gəldik. Yəni hazır muşu panohlik tilash markazlarida turayotgan qarindoshlarninki mush suhbatni saqlab, mush suhbat qachon keladi deb suhbatga chaqirsimi qanday bo'ladi deb qanchalik bir intizorlik, qanchalik bir taqozolik ichida turayotganligini his qila olamiz. Biz har qanday bir uyg'ur mushtaq bir vaqtlarni bishidan o'tkazgan. Әмділік bu taqozolik, bu intizorlik qancha yuqori bo'lgan siri buning insonga olib keladigan bisimimi ba'zida sal yuqori bo'lib qoldi-ku. Endi bisimninki mushu bisim degan mush narsaning Alloh biz insonlarga ato qilgan bir yaxshi tarafining mushu bir tarafimi mushu, ya'ni inson mushundaq bir ishlarda bisimga uchragan vaqtda bu bisim bu chaqda bizning mush ishlarga alohida bir diqqatimizni qaratishimizga zehnimizni tixinbek shu ishqa sarf qilishimizga yordamda bo'ladi. O chaqda kallamiz tixinbek o'tkirlashidi shu vaqtning o'zida-chu. Lekin buning yana bir nachar tarafi, agarda buningga bek taqozo bek intizor bo'lib ketgan bo'lsak yoki bek uzun saqlab qolib qolsak, ya'ni qisqasi bunda omillarning tufaylidan ba'zida bu bisim bizga ba'zi bir salbiy taraflarni olib kelishi mumkin. Shu salbiy natijalarning sababidan balkim shu suhbatni yaxshi olib boramasligimizgami sababchi bo'lib qolishi mumkin-chu. Shunga mush taraflarni o'ylab, mush jihatda azroq bo'lsin sizlarga yardım bo'la deb o'ylab bu qisqacha videoni tayyorlab keldik. Oldi bilan videomizga kelsak, yani ko'chmanlar idorasi bilan panohlik tilagan vaqtinglarda ko'chmanlar idorasi bilan normalda ikki qitimliq suhbat ilib berildi. Birinchi qitimliq suhbat on yo'l dengizga xo'rdaymiz, ya'ni bu tizim qoltirish suhbati. Bu suhbat siz Gollandiyaga kelib panohlik tilash iltimosini sunib 2-3 kun ichida ilib berildi. Eng yuqori bo'lganda bir hafta ichida ilib berildi. Bu suhbatda asosliq sizningki kimligingiz, shaxsiy uchurlaringiz, tug'ilgan yil kuningiz, oila ahvolingiz, nerda tug'ildingiz, uning keyindan o'qish xizmat tarixingiz, ya'ni Gollandiyaga kelish safaringiz, qanday keldingiz, aeroplandami, poyezd, avtobusdami, qanday usulda, qanday yo'llarda, Ondan şu taki tug'ilgandan tatib mushu Gollandiyaga kelgicha bo'lgan orliqda qaysi davlatlarda yashadingiz, qanday yashadingiz, xizmat qildingizmi, turmushingizni qanday qamdidingiz degandek mushu savollar bir qator so'ralgandan keyin eng oxirida sizningki qisqacha panohlik tilash sabablaringiz faqat qisqachalam so'raldi. Ya'ni bu birinchi qitimliq suhbat. İkinci qitimliq suhbat ko'chmanlar idorasi bilan bo'ldigan nadir xo'rdaymiz uni. Bu bir tafsiliy suhbat. Bu suhbatda birinchi qitimliq suhbatga doir ba'zi savollarni so'rash mumkin. Ya'ni sizning bu ikkinchi qitimliq suhbatni olib bormoqchi bo'lgan ko'chmanlar idorasining xodimi bu suhbatni siz bilan olib berishdan burun oldi bilan sizning birinchi qitimliq suhbatingizning hammani ko'rib chiqadi-chu. Ko'rib chiqqandan keyin shuning asosan agar kallasida ba'zi bir so'rashga tegishli mazmunlarni, savollarni bayqab qolgan bo'lsa, shularni so'raydi. Ondan o'zingizning beshingizdan o'tgan har xil ahvollarni so'raydi yana. Bu chunki bu panohlik tilash degan gap, ya'ni siyosiy panohlik tilash boshqa bir davlatda o'zimizni bexatar his qilmaganligimiz uchun, bexatar yashamayotganligimiz uchun ma'lum bir ahvollarni beshimizdan o'tkazganligimiz uchun bu yerga keldik-chu. Bekor kelmagandan keyin shu sababdan, ya'ni qanday ahvollarni beshingizdan o'tkazdingiz deb so'raydi. Ondan sizning panohlik tilash sababingizni tafsili so'raydi. Ondan o'zingiz tug'ilgan zaminga nima uchun qaytolmaysiz, nima uchun u davlatga qaytolmaysiz, u davlatda yashamaysiz degan sababni so'raydi. Eng oxirida agarda siz bu Gollandiyaga kelishdan burun boshqa bir davlatlarda bir mazgil turib qolgan bo'lsangiz,
Nima uchun yana u davlatlarga qaytanmaysiz? Nima uchun u davlatlarda turanmaysiz? Nima uchun cho'qim Gollandiyada turishim kerak deb o'ylaysiz? Nima uchun bu panohlikni bu yerda tilaysiz? Degandek savollarni so'raydi. Ya'ni mush ikki qitimliq suhbatga asosan sizga sizning panohlik tilash iltimosingizga qanday qaror chiqarishni belgilaydi. 3 xil qaror chiqariladi. Birinchisi sizga ijobiy qaror berib panohlik tilash iltimosingizni qabul qiladi. Ikkinchisi balkim ba'zi bir tekshirishlarga ehtiyoji bo'lsa va yoki yana bir qitimliq suhbat o'tkazishga ehtiyoji bo'lsa, u oraliqda sizning panohlik tilash iltimosingizga javob berishning vaqtini uzartadi. Uchinchi xil javob panohlik tilash iltimosingizni rad qiladi. Ya'ni mush ikki suhbat ko'chmanlar idorasi bilan mush ikki xil suhbat ilib berildi. Ba'zi bir ahvollarga asosan, sizning shaxsiy ahvolingizga asosan, balkim nadir xor tafsiliy suhbat degan suhbat balkim bir qitimdan ortiqroq ilib berilishi mumkin. Endi bu hamma odamning ahvoliga asosan har xil bo'ldi, lekin normalda ular mush ikki qitimliq suhbatga asosan javob berishga tirishadi. Hamda teklif fikrlar. Unda olsa bu suhbatga qanday tayyorlik qilamiz? Birinchisi, Gollandiya hukumati Uyg'urlarning ahvolini obdan biladi. Ya'ni bu nim deganligim desanglar, endi bu shu suhbatga tayyorlik qilgan har bir Uyg'urni oldi bilan bir ro'yi jihatdan tinchlantirish uchun degan so'z. Ya'ni normalda 98% ahvolda agar siz Uyg'urli bo'lsangiz, beshingizda o'tgan ishlarni yaxshi anglata olgan bo'lsangiz, Gollandiya hukumati Uyg'urlarning ahvolini obdan bilgachga, e'tirof qilgachqa, Uyg'urlarning zulm uchirganligini e'tirof qilgachqa, normalda jiq Uyg'urlar 98% Uyg'urlar panohlik tilash iltimosida bir ijobiy javob ola oladi. Shunga masalan siz hozirning o'zida zodi qanday javob bera, qanday ular deb bek ilqi o'zingizga mushum bir ro'y bisim bo'lib ketgan bo'lsa, bu jihatda bu gapimning ko'nglingizni sal xotirjam qila olishini umid qilaman. Ikkinchidan, bu suhbatda shu o'zingizning peshidan o'tgan, anglagan, uchirgan har xil zulm, adilsizlik, tengsizlik, har xil ahvollarni isbotlar bilan aytib bera olishingiz muhim. Agar qo'lingizda ishlar isbotlar bo'lsa, agar faqat bo'lmagan taqdirdami, buning ko'nglingizni yerim qilmang, qo'limda hech qanday isbot yo'q, shuning bilan mening bu panohlik tilash talabim rad qilinib ketamdi deb margiz unda o'ylab qolmang. Shunga agar sizning beshingizdan bevosita o'tgan ishlar bo'lsa, uni isbotlar bilan aytib bersangiz, ham yaxshi. Unda bo'lmay qolsa, siz anglagan. Chunki biz shunda bir davrda yashayapmizki, bir ish bo'lsa ham darhol to'ridan xabardor bo'la olamizda. Shu anglagan ishlarni bir isbotliq, logikalik aytib bersangiz, bu siz uchun nihoyat bir yaxshi foydalanish materiali. Shunga bu jihatda ancha-muncha xabarlarni o'qib qo'yishingizni, ya'ni bizning ishonchlik xabarlar e'lon qilinadigan axborot agentlik organlarimizdan aslan Uyg'ur Erkin Osiyo radiosi deymiz va yoki Uyg'ur axborot agentligi deymiz. Shundaq nimalardan agar ingliz tilingiz yaxshi bo'lsa yoki golland tilingiz bo'lsa, shularni to'rdan materiallar bek chiqchu, ancha-muncha xabarlarni ko'rib, anglab qo'yishingizni, yana faqat o'zingizning atrofidagi Uyg'urlardan, buningdan anglagan xabarlar emas, balki dunyo xalqi Uyg'urlar to'g'risida nima deyapti, Uyg'urlar to'g'risida qanday xabarlarni chiqaryapti deb bularni ko'rib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Ham ko'rgandimi, agar siz mening panohlik tilash iltimosimga foydasi bor bir xabar ekan, men aytmoqchi bo'lgan ba'zi bir hikoyalarimni mushning bilan isbotlay oladiganman deb qolsangiz, u chaqda u xabarni bisib chiqarib olsangiz, u xabarni e'lon qilgan kishining ismlarini yaxshi esingizda saqlab olsangizmi, bu siz uchun bir yaxshi foydalanish materiali. Ondan üçüncü bir xil ahvol, ba'zida ko'chmalar idorasi sizning Uyg'ur ekanligingizdan gumonlanib qolgan ishlar bo'lib qoldi. Chunki bunda ishlar bo'lgan, garchi o'zi Uyg'ur bo'lmasa-mu, shu Uyg'urlarning ahvolining Gollandiya hukumatiga aniq bo'lganlikdan iborat mush ahvolni qalqon qilib turib, men Uyg'ur deb panohlik tilagan ishlarmi tarixda bo'lganlik uchun Şun ulanı sınab bakış üçün bəzidə öz millətinizin tarix doğrusunda, öz millətinizin tarixdə ötən məşhur alimlər doğrusunda, mədəniyyəti doğrusunda, məsələn, qanda bayramlarınız var degəndək, özünüz tulğan şəhər doğrusunda, məsələn, öyünüzün ətrafında qanda bir orunlar batı,
qanday bir mühim tarixiy joylar bor degandek sizni sinab baqish uchun, sizning uyg'urligingizni sinab baqish uchun, sizning haqiqatan shu shaharda shu shaharni bilamdi bilmamdi deb sinab baqish uchun mushta savollarni so'rab qoldi. Shu bu jihatdimi ideya jihat tayyorlik bo'lib, agarda siz o'z millatingizning olimlari yoki boshqa bir madaniyatlar to'g'risida ancha bek bilmaydigan odam bo'lib qolsangiz, buni material ko'rib tayyorlik qilib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Ondan eng muhim ikki savol, nima uchun o'zingiz tug'ilgan zamonga qaytolmaydiganligingizning sababi? Bu ham sizningki o'zingizning beshingizdan o'tgan ishlarga munosabatlik. Ya'ni o'zingizning beshidan o'tgan, anglagan, uchragan zulmlarni yetarlik aytib bera olsangiz ham nima uchun shu zamonga qaytolmaydiganligingizni ham bildira olasiz. Ham buning ham hammada muhim hozir qaytganlarning qanday bir oqibatga uchrayotganligini misol qilib keltirsangiz bo'ldi. Ondan agarda siz orliqda boshqa bir davlatda yashab kelgan birisi bo'lsangiz, masalan Turkiya deymiz, Misr deymiz. Nima uchun shu davlatga qaytolmaydiganligingizning sababi to'g'risidami? Shunda bir dalil isbotlar bilan so'zlasangiz bo'ldi. Bu jihatda bek iqtisodga kirib ketmang, chunki siz hozir siyosiy panohlik tilayapsiz. Ya'ni siyosiy panohlik tilash degan gap boshqa bir davlatda o'zingizni siyosiy jihatdan, kishilik huquq jihatdan, bir odamdek yashash jihatdan bexatar his qilolmaganligingiz uchun, har xil to'salg'ularga uchraganligingiz uchun bu yerga kelib panohlik tildingiz. Hargizmi boshqa davlatda iqtisod jihatda qiynalib qolganligingiz uchun, balkim shu sababdan kelgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bularni alayida bütün hikoyangizni shuning bilan markazlashtirib olsangiz, u chaqda sizning panohlik tilash qaroriga salbiy ta'sir berib qo'yishi mumkin. Chunki panohlik tilashning haqiqiy maqsadi u emas. Ya'ni boshqa bir davlatda xizmat topolmadingiz, iqtisodda bak qiynaldingiz, shu Gollandiyada pul urgan deb keldingiz, bu hargizmi panohlik tilashning sababi emas-ku. Lekin siz buni qandoq bog'layman desangiz, masalan, nima ish xizmat topolmadingiz? Uyg'ur bo'lganligingiz uchun xizmat topolmay qoldingizmi? Boshqa millat bo'lganligingiz uchun degandek, bunda usullarda tushuntirishga tirishsangizmi bo'ldi. Lekin faqat va faqat iqtisod qilam, shu davlatda shu pul yo'q. Kran to'layolmadim. Unda desangiz, afsus bu panohlik tilashning asosli sababi bo'lmay qoldi. Shu bu jihatda ham yaxshi tayyorlik qilishingizni tavsiya qilaman. Endi ikki qitimliq suhbatning birdek bo'lishiga diqqat qiling. Ya'ni ba'zida ko'chmanlar idorasining xizmatchisi sizningki ash birinchi qitimliq suhbatda degan ba'zi gaplaringizni ikkinchi qitimda men o'xshash gaplarni qilamdi deb sizdan o'xshash bir savolni so'raydi. Va yoki o'xshash bir savolni o'zgartirib boshqacharoq so'rash mumkin-ku. Bunday ahvol ostida siz birinchi qitimda bir xil, ikkinchi qitimda bir xil gap qilsangiz, u chaqda bu sizga bir ancha yaxshi bo'lmagan natijalarni olib kelishi mumkin. Shunga ikki qitimliq suhbatning birdek bo'lishiga diqqat qiling. Birinchi qitimda nima degan bo'lsangiz, ikkinchi qitimdami shuni deng. Onundan keyin shunga xotirlab oling. Ya'ni xotirlab olish intayin muhim. Ba'zida biz o'zimizning kallasiga bek ishinib qolamiz-ku. Men isim tutib olayman deb. Lekin kallangizga bek ishinib ketmang. Shunga beshingizdan o'tgan muhim ishlarni rad tartib bo'yicha deydigan gaplaringizni xotirlab olsangiz bo'ldi. Ondan bo'libmi yil oy kunlarni xotirlab oling. Chunki har qanday bir inson yil oy kunlarni eslash jihatda qiynaldi-ku. Hem siz belki muş söhbetni 10 ayının yoki 15 ayının yoki 20 ayının yoki saqlayotgan birisi bo'lishingiz mumkin. Bu saqlashning jarayonida ro'y bisimning sababidan balkim har xil mengiga munosabatlik ba'zi iqtidorlaringiz, masalan, es saqlash iqtidoringiz deymiz, chekingan bo'lishi mumkin. Bunday ahvol ostida shunga o'zingizning mengisiga bek ishinib ketmay, xotirlab oling. Hem agarda ba'zi yilay kunlarni aniq esingizda tutolmagan bo'lsangiz, hargizmi xohlagancha men nima deganimni bilmaydi deb xohlagancha bir yilay kunni to'qibli demang. Bunday ahvol ostida rost gap qiling, samimiy bo'ling. Men taxminan mush vaqtlar deb o'ylayman, lekin aniq esimda yo'q deb rost gap qilsangiz bo'ldi. Chunki bu har bir insonda bo'ladigan bir normal ahvollar-ku. Chunki 10 yil oldidagi, 15 yil oldidagi ishlarni shu yil, oy, kundan, vaqtdan tatib esida saqlab olish to'g'ri, buni esida saqlay oladigan insonlarmi bor, lekin bek osonda-ku. Shunda bo'lgandan keyin bunday ahvol ostida rost gap qilsangiz, samimiy bo'lsangiz, bek aniq esimda yo'q, taxminan degandek so'zlarni ishlatish orqali qilsangiz albatta bo'ladi. Bu men haq meni yolg'onchi deb qolmasin deb yolg'on gapdan birini to'qiblam qilganingizdan ko'p yaxshi.
Ondan rost gap qiling, samimiy bo'ling. Mayli qanday gap qilishingizni qat'iy nazar. Endi bu samimiylik bizning dinimizdami intayin ta'kidlanadigan bir ish. Ya'ni samimiylik insonni yaxshiga boshlaydi. Ba'zida ishlarimiz yaxshi bo'lmay qolib qolsa, balkim bizning rost gap qilmaganligimiz, yolg'onchiligimiz sababidan bo'lishi mumkin. Shunga qisqasi rost gap qilgan, samimiy bo'lgan inson hech qachon ziyon tortmaydi. Ondan agar suhbat bek uzun davomlashib, oromga ehtiyojingiz bo'lsa, tatinmay so'rang. Normalda ko'chmalar idorasining xizmatchisimi arliqda bir soat, 1,5 soat suhbat qilgandan keyin bir 10-15 minut dam ilib olayli deb o'zi nim qildi-chu. Lekin ba'zida balkim sizning aytgan hikoyangiz bek odamning ko'nglini yerim qildigan, sizning ba'zi bir o'tmishdagi ba'zi ko'ngilsizliklaringizni asıltadigan hikoya bo'lganlik sababidan bir 1,5 soat eshitsingizmi, shundan keyin o'zingizni intayin bek charchagandek his qilib, balkim qarshi tarafning gapi bek qulog'ingizga kirmasligi mumkin. Bunday ahvollarda har vaqt buning eng yaxshi chorasi bir 10 minut, 15 minut tinchlanib, orom ilish. Bunday ahvollarda hargiz tatinmang. Ya'ni bu suhbat sizning suhbatingiz, sizning gollandiydik hayotingiz to'g'risida muhim qaror chiqariladigan suhbat. Shunday bo'lgandan keyin bu suhbatning qanday shaklda bo'lganligini siz belgilaysiz. Ko'chmalar idorasimi bu jihatda sizga shundoq bir alohida huquqni bergan. Shunga masalan orliqda ba'zi bir sabablar tufaylidan oromga ehtiyojingiz bor, lekin ko'chmalar idorasining xizmatchisi uni sizga taklif qilmadi. Bunday ahvol ostida har vaqt sizningki bir orom ilib olsak bo'lamdi deb so'rash, taklif qilish haqqingiz bor. Buningdan obdan foydalaning. Ondan advokatingizdan obdan foydalaning. Normalda har qitimliq suhbatdan keyin advokat sizni chaqirib, tarjimon taklif qilib, shu qitimliq suhbatda deyilgan gaplarning hammani biraqur ko'zdan ko'chirib chiqib, agar siz unutib qolgan gaplar bo'lsa va yoki siz demagan, lekin xato deyilgan gaplar bo'lib qolsa, tuzitish haqqingiz bor. Bundan obdan foydalanib tuzatsangiz bo'ladi. Ham bu suhbatni elib borayotganlarning hammasi inson bo'lganligi uchun tarjimoni bir inson, ko'chmalar idorasining xizmatchisi bir inson. Shung ba'zida xatoliklar bo'lishi muqarrar. Shung bunday holatda shu advokatingizdan bo'lgan suhbat sizning bu xatoliklarni tuzitishingiz uchun bir yaxshi fursat. Buni ham bu haqqingizni ham qo'llansangiz bo'ladi. Qisqasi bizning sizlarga beradigan taklif fikrlarimiz mushunchalik. Allah mush suhbatni saqlayotgan har bir qarindishimizning ishlariga osonlik bersin, suhbatni yaxshi shaklda o'tkazishga nasib qilsin. Bir gollandiydik hayotini xayrlik qilib bersin. Eng oxirida suhbatga kirishdan burun bu duoni o'qishni unutmang. Ya'ni bu duo: Ey Allah'im, ko'ngil ko'ksimni keng qilgin, ishimni osonlashtirgin, tilimdan kekashlikni ko'tirib etgin, ular mening so'zimni tushunsin. Musa alayhissalomning duosi. To'g'ri, ilqi u suhbatni uyg'ur tilida olib boramiz, lekin yana qolgan hamma ish, garchi gap bizning ig'zimizdan chiqayotgan bilan qandoq gaplarning chiqishini, qandoq shaklda chiqishini belgilaydigan yana Rabbimiz. Şuna bu duanı Arapçasını bilgenler, Arapçasını bulmuş Uygurçasını bir izleyip söhbetten burun bir okup kirişinizni tavsiye qilman. Şu bugünkü söhbet, bugünkü sizlarga ta'minlaydigan videolarimiz mushunchalik. İnşallah sizlarga bir sal foydasi bo'lgan uchurlarni yetkazgan bo'lishimizni umid qilamiz. Allah hammanglarning ishlarini oson qilsin. Aman bo'lgaysizlar, keyin qitimliq videolarimizni ko'rishaylik. Allohga omonat.